Şefim, bu qo'lingizdagi nima bitta ko'rsam bo'ladimi? Vay. Ya! Kusaçkamı? Muncha chiroyli ko'sachka bu. Qaranglar, nafosatini qaranglar, go'zalligini qaranglar. Shefim, buni qayerdan olgansiz? İtalya'da olgan. İtalya. Bilinib turibdi. Buni har kim ham Italiyadan sotib ola olmaydi. Bu ko'sachkani faqatgina Erali Tursunovich ola oladilar. Qani. Vay. Buni yaltillashini sariqlar tilladim. Brilliantmi deyman. Tishlarini qarang. Akula. Voy, dot mana san'at asari. Bunaqasini-chi, даже kinolarda ham ko'rmayman. Shefim, bunda tirnog'ingizni olsangiz, tirnog'ingiz qaytib o'smasa kerak. Qani. Voy jonim. Buni bir xosiyati bor. Shefim bekordan bekorga olib yurgani yo'q. Muncha qo'limni kuydiryapti. Haqiqatda buni naqshlarni qarang. Buni nafosatini, go'zalligini qarang. Bu borku bilasizlarmi? Ana bu Titanic kinosida Rozani bo'ynida bir marjon bo'ladi. Bu undan ham go'zal emasmi? To'g'ri. Shefim, bunaqasi faqat bitta sizda bo'lsa kerak, ha? Menda ham bor bitta shunaqasi. Churka, sandagi bir mejaveka bo'lsa kerak. Zanglab ketgani bo'lsa kerak. Sen borka tirnog'ingni tishingda olasan. Çünkü qara bitta ko'raychi sarigini. Nimani ko'rasiz? Mana shefim. Ani. Yo'q bana uğraştı. Orijinali kubu. Manki Xitoy. Çünkü Karolchi alırsan düşüneyim. Bo'ldi. Вот это оригинал. Mana haqiqiy ko'sachkani originali qo'limda turibdi. Boyagi borku, Titanicda borku cho'kib ketgan kemasini zanglagan parragiga o'xshaydi. Вот это. Что это? Ya bu padelka bu. Bu padelka ekan. O'zimniki original berdi. O'zimniki original. Ya shefim, ming bor uzr. Lekin точносini ayting, qaysi biri original? Mana shu. Ha bu originali. Paxtakor.